Armada Motors'dan yangi modellarimiz kirib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, полный obzorni qilib beraman. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli dizayn ishlangan, komfortlari ham juda ham zo'r. Yumshoq skuter hisoblanadi, tritsikl. Yosh kattalar uchun juda ham qulay, chunki bunda masjidga, choyxonaga, bozorlarga qatnashsa bo'ladi. Orqada bemalol 2 kishi o'tiradi. Sidingan tagida ham joylari bor. Bundan tashqari qo'shimchasiga orqasida ham so'mchalari bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Komplektlarida bakovoylari ham bor akalar. Juda ham chiroyli ishlangan. Orqasiga logotiplarga e'tibor beringlar. Xo'p, motor miyasi 800 vatlik bo'ladi akalar. Maksimal tezligi 50-60 ga chiqadi. Bitta to'liq zaryadkada 50 kilometrdan boshlab, bu yog'i endi 200 kilometrgacha qilib beramiz. Klientning xohishiga qarab akkumulyatorlarda farq qiladi. Narxi qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa zo'r narxlarda qilib beramiz. Har xil rasvetkalari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Oq, bu yoqda молочный. Oldi farlarni bitta ko'rsanglar bo'ladi akalar. Mana. Tormozlari qo'lda ham bo'ladi, oyoqda ham bo'ladi. Biroq odamlarni chap qo'lida kasalligi bor, o'ng qo'lida kasalligi bor. Shuning uchun oyoqqa ham, qo'lga ham tormozlarini qo'yib qo'yilgan 3 ta skorochli oldiga, orqaga yuradi. Hop, bu yoqda sport oldiga. Xullas, поворот, signal, дальний, ближний. Ko'rsanglar bo'ladi. Kalitlari ham ikkitadan masofadan boshqarish uchun mejgalari ham bor. Xo'p, bunga akkumulyator qo'yganmiz, mana. Tablosini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tabloda kilometr, zaryadka, skorost, tezlik, bu yoqda mana. Bu volt, akkumulyatorning volti, bu kilometr akalar. 0 kilometr, yangi masla holatda turibdi. Ikkinchi skorostdan ko'rsanglar bo'ladi. 1 2 3. Xullas akalar, do'konimizdan buni naqd pulga ham, bo'lib to'lashga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, liboy ishlarni bitirib beramiz. Naqd pulga desanglar, naqd pulga, xohlasanglar uzun marketdan yoki-da mana Andijondagi aeroportning oldida do'konimizga kelsanglar, xudo xolasa bu yerda ham bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Hozir orqadagi bagajini ham ochib ko'rsatib beraman akalar. Sizlar uchun oldida ham setkasi bor, mana e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana. Setkasi temirdan bo'ladi akalar, ancha-munchaga sinib ketmaydi. Mana pavotlari juda ham chiroyli dizayn ishlangan. Orqasi ochildi mana akalar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Odam o'tirmagan paytda sidinani ochib bemalol yukxona qilib ishlatsanglar bo'ladi. 300 kilo yukni bemalol oladi akalar. Bozorga kirgani juda ham qulay. Shunday bozorni aylanib, produktlarni, narsalarni shu yerga solib bemalol olib ketsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, kimga kerak bo'lsa, Armada Motors do'konimizda hamma filiallarida bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kimga kerak bo'lsa, Armada Motorsning hamma filiallarida bor. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari ham bor akalar. Aloqaga chiqarasizlar, pastda raqam qoldirib qo'yganmiz. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Barchalarni do'konlarimizga kutib qolamiz.